Assalomu alaykum mujiklar, yaxshimisizlar? Mana video ko'ringlar-da. Rahmon aka, lider, sog'lom tahlil. Ana endi akamni yoniga keldi, akam chaqirtirgan ekanlar. Shunda, Abijon akam mana Armeniyaga borib, O'zbekistonning nomidan bitta siz borib, O'zbekistonda bitta udarni berib keldingiz. O'sha tufayli ukajon, mana ataganimiz bor, yurakdan ukajonim hammaga mana shunaqa kunlar nasib qilsin, iloyim. Joningiz omon bo'lsin. Har bitta O'zbekistonlik ukalarimizni mana shunday yonimizda har doim, yaxshi kunimizda ham, yomon kunimizda ham yonimizda turadigan ukalarimizni hech qachon unutib qo'ymaymiz. Bizlar kar qilib o'tirmaymiz. Biz gapirdikmi, gapimizga javob beramiz. Destasi bilan bo'ladi. Dushram bitta udarga bir pochka ekanda. Aka sizda akalarim juda ko'p mani Qashqadaryoga. Qashqadaryoga shunaqa akalarim bor, gaplariga destra qilayotgan birat o'g'alarim bor. Hammalaringizga rahmat aka. Abdusha inshaalloh ko'rishamiz aka. Inshaalloh. Joningiz omon bo'lsin. Hamma mujiklarga omadini bersin Xudoyim. Har bitta mana shunday O'zbekiston bayrog'ini ko'taradigan ukalarimizni Xudo xolasa yonidan. Bizning maqsadimiz bitta. O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz. Bizlar inshaalloh vatanimizni bayrog'ini butun dunyoga his qildiramiz. Kasal bo'lmaydi. Davay mujiki.